Assalomu alaykum hammaga. Dildan suhbatlashmoqchiman sizlar bilan. Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. O'tgan yildan oldin ham почти 3 yil oldin park ochganman, Taksa park. Birinchi turmush o'rtog'im nomida bo'lgan park, keyin o'zim nomiga oformlat qilganman. Men parkimda 140 tachagacha водитель ishlar edi. Shaxsiy mashinalarim bor edi. Lizingga olib chiqqanman. Parki bor bolalar biladi, o'zi lizingga mashina olib chiqsa bo'ladi. Kompaniyalardan mashinalar olganman. Почти 18 tacha mashinam bor edi. Lizingga olib chiqqanlarim, vikupga sotib olganlarim, shu arendaga berib, arenda o'zini o'zi qoplardi. Prosta men boshlang'ich to'lovini to'lab qo'yganman. Qolganini bolalar minib o'zi arenda o'zini o'zi qoplab, yana arendadan tashqari yana har bittasidan $100, $200 oyga qolardi. Shunaqa bizneschamiz bordi kichkinagina. Короче, boshimga muammo tushib qolganda, hammani asl basharasi ochildi-da. Mashinalarimda minadigan vodiylik bolalar, qirg'izistonlik bola bor edi. Ular zalog berib mashina olishgan. Zalog berganlar to'g'ri, lekin men mana bunday vaziyatga tushib qolganimda mashinalarni hammasini olib ketib qolgan, bilib qolib, ataylab to'lasak ham bahona topib olib ketib qolgan mashinalarni lizingli kompaniya. Shunda bolalar zalogi menda qolib ketgan. Bitta qirg'iz bolani zalogi qolib ketgan, ikkinchi bitta anjonlikmi, endi namanganlik по-моему akani 5000 rubl puli qolib ketgan. 5000 o'zi u bola, u odamni 5000 ni berdim, 5000 qolib ketdi. Keyin so'kinib yozganiga cho'rniga tiqib yubordim, pashol deb. Chunki u odamga juda ko'p yaxshilik qilganman. Ishim tushsa, masalan, yarim soat, 1 soatlik bir joyga borib kelish kerak bo'lsa ham, kunlik arendasiga bo'ldi aka, shunga meni chiqaraverasiz deb endi kak yaqin olib nima qilganimda, vaziyatim og'irligini bilib turib 5000 so'm pul uchun shunaqa gaplar yozib yubordi. Xafa bo'ldim, lekin muammolarim hal bo'lgani yo'q hali ham nima deydi, temada turibman. Hali ham men polni ishlab, davay bor ishingni qil, bo'ldi, ishlaring hal degani yo'q-da. Men qo'l oyog'i bog'langan odamman. Uyda bo'lsam ham baribir men dostуп berilmagan, ishlashga ruxsat berilmaganda, hali полностью hamma narsadan qutulmaganman. Endi shu hafta, kelasi hafta hammasi bekor bo'ladi. Shu qarzi bor, ikkita odam bor, ko'nglimda borda bu odamlardan qarzim borligi, berish niyatim ham bor. Umuman anaqam yo'q. Zarracha menda qolib ketishini xohlamayman ularning haqqini, chunki ular bilan qiyomatda ko'rishish niyatim ham yo'q. Yomon odamlar rosa ko'p ekan. Bu men gapirishim maqsadim. Erkak kishi bo'lib turib, ayol kishini shunaqa boshiga og'ir kun tushganini bilib turib ham, el ulusdan, ko'chadan dahoy odamlar gap qilardi, eshitib turib ham, nima deydi bir mayli, ehson opa ham deyishmadi. Men ulardan ehson kutganim yo'q. Hazillashib aytsa ham men ularga baribir qaytarib berardim. Dajana u qirg'izistonlik bola 280 marta telefon qildi. Ana edi, mana edi, uni endi sharoit yo'q, bera olmayman, iloji yo'q. Lekin men shu orada bitta namanganlik bola aldab ham ketdi. Menga 5 oy faqat bahona qilib, dokumentim joyida emas, unim joyida emas, mashinam pulini to'lamaydi, men unga to'layman, mashinam pulini to'lamaydi. Почти 140 ming, 150 ming, или 100 necha mingda qarashim kerak. Почти 100 mingdan oshiqda, 140 mingdan ham oshiq mendan arendadan qarzi bor. Menda u bilan suratlari, dokumentlari bor. Hech narsa qilganim yo'q, prosta hop deb kutyapman. Bir ikkita bolalarni aytdim, hal qilib beringlar deb. Bolalar ham nimaga hal qilib berishmayapti, bilmayman. Katta erkak, bitta oilaga bosh bo'ladigan erkak, lekin bahonalar hech ham tugamaydi. Bir kun qarasang gay ushagan bo'ladi, bir kun qarasang mashinasini kimdir olib qo'ygan bo'ladi. Yangi odamdan arendaga mashina olib ham minyapti, lekin bola menga zalog bermagan edi. Endi u meni o'rtog'i bo'lganligi uchun nima deydi, oshnasi qilib mashinani berganman. Yangi salafan olib chiqilgan mashinani berganman. Minilgan mashinani minmagan, salafan mashinani mingan. Shtraflarni ham to'lamagan, ko'p shtraflari qolib ketdi menda. Men tushunmayman odamlarga borib. Yaxshilik qilasan, lekin hech qachon seni boshingga bir ish tushganda hech kim seni yaxshiligingni bilmaydi. Aynan men shu 1 yil davomida tushunib yetdimki, hech qachon nima deydi, yaxshilik qilish kerak emas, shafqat qilish kerak emas ekan. Men oldin doim shafqatli, mehribon, rahmdil bo'lganman. Erkaklarga ham, ayollarga ham. Endi meni nimamda erkaklarga nisbatan rahm shafqat yo'q. Chunki ular men boshimga shuncha kun tushganda naborot tushunishga harakat qilishgani yo'q. Men ko'nglim juda ham og'rigan. Men shu namanganlik bola, mendan qarzi bor, arendadan qarzi qolib ketgan bola. Bilaman, sen meni kuzatasan. Bu senga shans. Bu videoda men sana ismingni aytmadim, viloyatingni aytib qo'ydim, lekin senga vaqt, sen aloqaga chiqib menga qarzingni to'lashni boshla. Men rasmingni qo'yib ham sharmanda qila olmayman, ustingga yozib ham sharmanda qila olmayman, buyinamiga tiqib ham sharmanda qila olmayman. Chunki men haqqim senda qolib ketyapti. O'shaning uchun o'zingda bo'ldi, videoni ko'rasan bilaman.
ismingni aytaymikan yo'q, mayli. O'zing bilasan qarzing borligini, harakat qil. 10 kundan keyin men sana o'zingni suratingni qo'yib, dannelaringni qo'yib chiqaraman agar qarzing to'lashni boshlamasang. Yana qirg'izistonlik bilan namanganlik aka, sizlarga ham mana shu bola berishni boshlasa, pullaringni beraman. 5000 so'm katta pul emas. Ana, kim edi u akaning ismi? Nasimjon aka degani bor. Voy. Yaxshilik bilmaydigan bir pastkash odam ekan. Menimcha siz hech qachon yaxshi, zo'r odam bo'lib ketmasangiz kerak. Chunki sizda qalbingizda mehr, shafqat, tushuncha, fikrlar yo'q ekan. Siz yaxshi inson emas ekansiz. Men sizni vasha hurmat qilardim. Bir tiyinga arzimaydigan odam ekansiz. 5000 uchun ko'p narsasini sotib yuborsangiz kerak menimcha. 5000 so'm topiladigan pul u. Odamgarchilik topilmaydi. O'zingiz ehtiyot qiling, ha. 102 bo'lmaydi, 100% bilaman sizni. Xarakteringiz yomonligidan.